Assalomu alaykum video kuzatuvchilar. Mana shu ko'rib turgan yubkamizni tikamiz. Hop, aynan bu yil trendda, endi yangi oxirgi fasolidan desa ham bo'ladi. Buni asos andiza, oddiy yubka asos andizasidan foydalanamiz. Sababi yutichkalarni yo'q qilishimiz kerak. Mana shu holatda joylashtirib olaman. Kengliklar hammasini yutichka hisobidan oldim. Agar kimga aynan shu pryamoy yubka asos andizasi kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegramda bemalol yozishingiz mumkin. O'rgataman, xudo xolasa. Va uzunligini, yubka uzunligini albatta klientni o'lchagan holatda olamiz. Mato 2 buklovda va etak uzayishiga qarab matoni buklab olganmiz. Asosdan kelib chiqadi. Kengayish ham aynan klient o'sha o'lchangan holatda va boksalarni hozir mana tekshirib olyapman. Boksa qanaqa holatda turadi? Bu yubka qolipdek turishi kerak, shunda fason chiqadi. Faqat mana shu boksadan pastda ozroq kengroq bo'ladi. Aynan yuqoridagi o'sha fasonni chiqarishga harakat qildik. Aynan shu asos andiza bilan ishlasa xuddi o'zidek chiqadi. Bizga juda ham qulay asos andiza bilan ishlash yubkaniki. Har xil aynan shu asos andiza yubkaniki da juda ham ko'plab fasollar chiqarish mumkin. Hatto shimlar ham. Shimniki sal boshqacharoq bo'ladi. Men aytmoqchi bo'lganim, keng shim, hozir skladkali shimlar moda bo'lyapti. Xudo xolasa uni ham videosini chiqaraman. Aynan shu asos andiza yordamida chiqarib olganman. Endi mana bu oldi qismi. Oldi qismida ham o'sha vitichkani yopdik. Bel qismini hisob-kitob qilib olyapman. Beldan yonga qarab, keyingisi o'sha 5 sm o'tkazib olinadi-da. Umumiysini o'lchadim, 5 minus qilib oldidagi bir-biriga o'tish hisobini oldim. O'sha boshida rasmda ko'rgan bo'lsangiz, o'tish hisobi olingan. Hozir o'lchadim, 23 sm da bo'lsa, o'sha to'rtdan bir bel aylanasi, shuni 4-5 sm minus qilib yana qo'shimcha qo'yib oldim. Mana asos andizani joylashtirishimni ko'ring. Arqoq ipiga tekis qilib joyladim oldi o'rta qismini va kengayish 10 sm kengayib oldim vitichka hisobi bilan. Bulavkalab o'rnatib olamiz. Kimda kim o'sha zapaq fasollar tikkan bo'lsa, bir-biriga o'tib turadigan, xuddi shunaqaga o'xshab ketadi bu yubkamiz ham. Yubka 2 buklovda, agar eni 2 metr bo'lganda bir bo'y uzunlik olinardi. Masalan, o'sha klientga necha uzunlik kerak bo'lsa, shu olinar edi, chok haqlari hisoblab. Hozir biz 2 bo'y uzunlik oldik. Orqadagi yondan qoladi ozroq mato, faqat oldida o'sha oldiga bir-biriga o'tish hisobini olib bichib olyapmiz. Mana shu holatda bo'ladi. Uzunlik, orqa oldi uzunlik bir xil. Vitichka hisobidan ham kengayish bir xil. Va boksadan to'g'ri etakka qarab tushib beramiz. Hech qanaqa qo'shimcha, unda kengayib ketadi. Asfalt yoki undan ham ko'proq trapetsiya bo'lib qoladi. Yubka unda fason chiqmay qoladi. Shuning uchun shu holat. Aynan boksali belingichka qizlarimizda aynan shu boksa joyi yumaloq bo'lib chiqib qoladi. Shuni korrektirovka qilib tekislab ketasizlar. Albatta boksani hisobga olgan holatda. Boksa katta bo'lsa, unda ozroq asos andizaga o'zgartirish kiritkiziladi. Hozir mana shu yergacha o'rtagacha kesib oldim. Endi asos andizamizni u tarafga yonini chiqarib olish uchun bichib olamiz. Agar tekis qirqib ketganimizda bizni zapoq fasonimiz chiqmas edi. Hozir mana ko'rsatib o'taman buni ham. Belga 1,5 sm ko'tarilish hisobi bor. Yon tarafga qarab, o'rtadan yon tarafga qarab, shuning uchun yubkamizda bichim noto'g'ri ketmasligi uchun aynan shu asos andizani o'zi bilan ishlov beramiz. Mana hozir joylashtirib olaman. Mana chizib olaman. E'tibor bering. Asos andizaga mana yon sal ko'tariladi va qirqib olaman.
chok haqi berib oldim. Xuddi shunaqa qilib bichiladi. Ba'zi bir qizlarimiz ko'rpa o'rganib olishadi. Endi o'rganishni xohlaganlar Telegramdan murojaat qilinglar. Va bir qavatini, ichki qavatini, o'sha kromkani o'zini kesib olamiz. Ustki e'tibor bersanglar ayollarda o'ng tarafimiz ustida bo'ladi. Zapax fasollarda. Shuning uchun o'ng tarafda bo'ladigan qismidan kesib olamiz. 10 santimetr hisobda 10-12, kim qanaqa yopiqroq bo'lsin desangiz 12 bo'ladi. Sal ochiqroq bo'lsin desa 8 ham ochsangiz 8 gacha o'sha qoldirib, o'rta chiziqda 8 qoldirib turib qirqib olsangiz ham bo'ladi. Mana shu holatda sal klientimiz o'sha yurganimda oyog'im ochilib qolmasin deganlari uchun biz 10 santimetrdan keyin qirqib oldik. Uchlik bo'lib boradi shu yeri. Mana shu hol juda ham oson, faqat asosni bilib olsangiz bo'ldi. Bu asosdan juda ham ko'p yubkalarimiz chiqib keladi. Faqat quyosh yubka, yarim quyosh yubkalar matoda bichilinadi. Qolgan hamma yubkalar, skladkalar hammasi aynan shunda chiqib keladi. Hozir men kromkadan tashqari 9 santimetrda bel poyasi bichib olyapman. Bu bel poyasini bichishda ham e'tibor beramiz. Umumiy belni olamiz. Yubkani mana orqasi, oldi ham ikkita. Ana shu ikkita oldini anchagina hisobga olasiz. 100 dan oshiq bo'lib ketadi. O'sha 60-67 bel aylanalarga ham 100 dan oshiq bo'lib ketadi. Sababi oldimiz ikkita. Iloji boricha orqa tarafi ikkita bokovoy choklarini tikib olib turib, umumiy o'lchab chok haqi, tugma haqilarni qo'shib olib, keyin o'sha poyas qismini bichib olsangiz bo'ladi. Anchagina bo'ladi. Endi masalan tayyor holati 3-4 santimetr bel poyasiga qolishi kerak. Biz hozir umumiysi 9 santimetr oldik. 3,5 santimetrlar qoladi. Mana yon bokovoy choklar o'sha bo'ksa chiziqlarini belgilab qo'yganman. Oldi orqasini birlashtiryapman. Aynan shu yerlari to'g'ri kelishi shart. Yana qaytarib o'taman, beli ingichka qizlarimiz bo'ksali bo'ladigan bo'lsa, aynan shu yeri asos andazada shishibroq chiqadi. Uni korrektirovka qilib, burchak qilib chiqarmasdan yoki aylana qilib chiqarib qo'ymasdan tekisrab, chiroyli ko'rinishga keltirib chizib olish shart. Mana shu holatda. Hozir yana ikkinchi taraf yon choklarni tikib olaman. Bel aylanaga poyas odatdagidan ko'ra anchagina uzun olinadi shunda. Men aynan shu 1 santimetrlarni chiqarib olib, hisoblab turib, bir yo'la kesib oldim. Sal uzunroq kesib olaman. Bu yubkadan juda ham ko'p tikdim. Ora-orada o'sha qayerini olmagan bo'lsam, shu joylarini sizlarga video qilib ilingim keldi. Asos andazadan shunda ko'rib bilib oladigan qizlar bor. Mana belini e'tibor beringlar. Mana shu holatda o'tadi mana. Ana shu yerni aylantirib o'lchab olinadi. Bu yerlar buklanadi oldi qismlari. Mana hozir ichida qoladigan qismini men overlock qilib oldim, tikib olaman. Tikib chiroyli qilib dazmol qilib olamiz. Ustida turadigan o'ng taraf aylanib kelib ustida turadi. Unga o'sha fasonimizda internetdan olingan fasonda chok ko'rinmaganligi uchun qizlarimiz choki yo'q ekan, qanday astarlimi deyishdi, lekin astarlik emas edi. Biz pautinka rulonda yopishtirdik. Uni qayta dazmol qilsa yana yopishadi, u ko'chib ketgan taqdirda ham. Bu mana kesib olgan poyasim mana 4,5 santimetrlar qopdi. O'rtasidan buklab dazmol qildim. Undan avval frezilni yopishtirib oldim va 1 santimetr chok haqi tashab 1 santimetrda tikib olamiz. Mana shu holatda.
aynan pryamoy yubkalarni bel poyez qismlarini ham xudo xohlasa o'sha mukammal tarzda dazmol qilishlarini ham o'rgataman, ko'rsatib o'taman xudo xohlasa. Mana shu holatda tekis bir xilda qilib tikib chiqamiz. Oxirigacha tugma o'tish hisobi qolishi kerak. Iloji boricha o'sha professional darajada ishlashni aynan shu yubka qismida har xil turlari bor. Kimdir bunaqa ishlasangiz bo'lar deydi, kimdir qanaqa. Men o'zim o'sha har xil holatda tikib ko'raman. Men o'zim ham ko'p sinab yoki bir osonroq yo'llarini olib ko'p tikib ko'raman. Shuning uchun hozir yana bir usulda aynan shu bel qismi, poyez qismini tikilishini ko'rsatib o'tib ketaman sizlarga. Mana tikib oldik. Buni dazmol qilib olsangiz ham bo'ladi, yotqizib, tekis qilib. Mana dazmol qildik, oldi mana yopishtirib oldim, tayyor qilib oldini mana overlock qilib. Endi tikib olamiz. Bu yerda o'sha petля ochgani joy qolishi kerak. 3 sm, 2 sm, 1 sm chok haqi bilan qoldirdim. Bu hozir ichki taraf qismi. Buni qirqib olib tashlaymiz. 0,5 sm qoldirib, bu ichida turadi bu. Zapaqimizni ichki tarafi bu. Bundan ko'p tikkanim uchun bu maktab qizlariga tikdim. Mana shu holatda tikib olamiz. Bunda yubkani ko'rinadigan qismida chok ko'rinib qolmasligi uchun shu holatda tikib oldim. Imkon boricha qancha sig'dira olsam, tagi bilan ustini bir xil burab olib ketmadim. Buralib qoladi ko'p qizlarimizda. Buramasdan tagini ham pastini ham bir xil tortib, o'sha yubkamiz siqqan joyigacha tikib keldimda, почти o'sha yon chokkacha ham yetib keldi deyarli. Mana choklarni to'g'rilab ortiqchasini kesib olamiz. Qirg'og'idan tortmaslikka maslahat beraman, cho'zilib ketadi, xunuk bo'lib qoladi. Igna bilan uchlarini chiqarib olamiz. Dazmolda ham juda ham chiroyli qilib burchaklarini chiqarib dazmol qilamiz. Dazmol qilishdan oldin mana shu holatda burchaklarini chiqarib olamiz. Mana shunaqa qilib barmoqlarimiz yordamida. Bo'ldi, bir tarafi уже deyarli tayyor. Hozir mana ikkinchi tarafini o'sha narigi tarafga adashtirib aytganim, o'sha 1 sm qoldiramiz, 2 sm qo'shimcha petля uchun deganim bu tarafida. Sizlarga yana aytib o'tib ketaman, bu yubkadan ko'p tikkanim uchun qayerini qaysi yubkaga to'g'ri kelgan bo'lsa videoga olib ketganman. Videoga olib, o'sha videoda qaysi joyi ko'rinmay qolgan bo'lsa, bu yubkadan ko'p tikkanim uchun o'sha yo'q joylarni u yubkada, bu yubkada qilib olib o'tib ketdim. Mani o'zimni ham o'sha telefon bezovta qilishi mumkin, klient kelib qolishi mumkin, shunaqa bo'linib qoladi, xayolim chalg'ib qoladi-da. Mana iloji boricha barmog'im bilan ichkariga joylashtirib, tagini ham, ustini ham bir xilda olib ketishga harakat qilaman. Mana ichkariga kirgizib yubkani. Faqat poyez qismini bir-biriga ulab olamiz mana. Ichkariga kirgizamiz va poyez qismini o'zini tikib olamiz. Iloji boricha tikib qo'ymaslikka harakat qiling yubkani. Sifati buziladi, materiali ham igna izi qolib ketadi. Shunaqa. Va sekin chiqarib olamiz mana shu holatda. Qirg'og'idan tortish yo'q, qirg'og'i to'lqin bo'lib, cho'zilib qoladi. Shuning uchun yubkani o'zini asosi bilan tortib, sekin-sekin chiqarib olamiz. Ortiqcha o'sha burchak qismlarni yengillatamiz, qirqib olib tashlaymiz.
va etakni buklab qaytarib olyapman. Hozir ko'rsatib o'tyapman. Mana etakni so'raganlar, o'ngidan tikarkansiz deb. Aynan mana kasoyda, overlockda surib keladi kasoy joylari. Juda ham ishimiz sekinlashadi. Shuning uchun ko'pincha kasoy etaklarda man orqa o'ng tarafidan tikib ketaman, bemalol tikib o'tib ketaman bittada. Bunda sekin joylab aylana joylab to'lqin bo'lmasligini hisobga olib, tagidagi asosni tortib, overlock joylarini tenglashtirib, to'g'risi ish ko'p bo'ladi. Shuning uchun kommentariyada ham yozishibdi, siz nimaga o'ngidan tikasiz deb. Menga shunaqa qiyin taraflarini o'rgatishgan avval o'sha ustoz shogird bo'lib yurgan vaqtimda. Hozir unaqa narsa yo'q, uyda o'tirib olib onlayn o'qilyapti, juda oson bo'lib qoldi hammaga. Mana tayyor etagi, yubkani etagini ham ko'rsatib o'tdim. Endi qaranglar. O'ngiga chokimiz chiqib qolmasligi uchun mana bu holatda chiroyli qilib bulavkalab, mana juda ham oson va tez. Orqani o'zi deyarli. Ana shunaqa qilib hammasini bulavka qilib olamiz, chokimizni ichiga tekislab yotqizib, bir xilda qilib bulavka qilib olamiz. Ba'zilar professionallar sras tikib ketadi qo'lda. Qo'lda ham tez bo'ladi. Mayda chok berib qo'lda tikamizda bu yerga og'irlik tushmaydi va o'sha mashinkada tikkanday maydalab tikib, dazmol bosilsa juda ham akkuratniy chiqadi. Qo'l choklarimizni orqaga berib qo'ymaymiz. Bilsangiz agar chet davlatlarda bizga ham hozir kirib keldi, qo'l ishlari, qo'l choklari juda ham qimmatbaho sanalyapti va juda ham akkuratniy chiqadi agar tika olsangiz. Mana shunaqa qilib, chiroyli qilib bir xilda o'sha xuddi bir chok mashinada tikilgandek qilib boramiz. Hozir uni ham ozroq ko'rsatib o'taman qo'lchokni. Ko'rinmaydigan qo'lchok tikish agar aniq ko'rinsa, lekin ota-onalar juda ham xursand bo'ldi. Bunda o'sha juda ham ideal chiqibdi deb. Iplariga e'tibor bering. Overlock iplarimiz ham bir xil bo'lishi shart. Orqasiga chiqmaydi demoqchiman. Mana bu chokimiz. Orqasiga chiqarmaslikka harakat qilasiz. Tagida o'sha tikilgan chokni ustidan yurgizasiz. Tagida chok bor tikilgan va bitta o'sha yubka poyasidan olasiz, bitta chokdan olasiz. Mana shunaqa qilib birpasda tikib bo'linadi va ishingiz juda ham akkuratniy chiqadi. Mana bitta yubka, bitta poyasdan oldim. Mana e'tibor bering, ko'rinibdi deyarli. Yubkani ham o'sha tagida chok bor bilsangiz, o'ng tarafiga tikkanman poyasni. O'sha chokni ustki qismidan 0,1 da olib olyapman. Orqaga chok ko'rinib qolmasligi uchun. Xuddi shunaqa qilib mana shu yerlarni mahkam qotirib tikib tugatamiz xudo xolasa. Mana o'zimga ham juda ham yubka yoqdi va hozir o'sha trendga chiqibdi. Kostyumlarini so'rashyapti. Mana shunaqa qilib tikib chiqiladi va dazmollaniladi. Mana yubkamiz tayyor bo'ldi. Mana o'tish hisobi. O'rtasidan o'sha qolgan bo'lsa 5 sm qoldi. Mana buklov 3-4 ketdi buklovga. Mana bu ichida tugma. Mana bu ustki petlyasi. Mana qoldirganimiz. Mana bu orqada tugma yonda. Mana yongi tugma. Tabletka tugmalar. Mana shu holatda. Videoyimni kuzatganingiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Vitichkalar yo'q mana. Vitichkalarni yo'q qilib borganman mana. Xuddi shu holatda tayyor bo'ladi.